Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Salomatmisizlar? Bizni muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, xudo xolasa, bugungi videomiz o'zimiz ishxonamizdan bo'ladi. Bu joyda darvozalarimiz narxlari, undan tashqari temir so'rlarimiz narxlarini ham sizlarga qo'limizdan kelgancha qulay narxlarda qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Plus Gate hozir bizning ishxonamiz bo'ladi. Katta yo'lda bo'yida joylashgan. Xudo xolasa, manzilimizda videoni oxirida aytib o'tamiz. Ko'rib turgan darvozalarning chiroyli variantlarda tayyorlab qo'yilgan. Kimga darvoza zarur bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli holatda qilib, O'zbekiston bo'yicha qo'limizdan kelgancha yetkazib beraveramiz, murojaat qilaverasizlar. Birinchi bo'lib mana shu high-tech fastondagi darvozalarimizdan boshlaydigan bo'lsak, bu joyda 15 tadan 17 tagacha darvozamiz aksiya narxga qo'yilgan. Xohlovchilar uchun agar shu darvozalarimiz razmeri safarga tushib qolsa, juda qulay narxlarda sizlarga tayyorlab yetkazib beraveramiz. Shularni yangi yasaladigan bo'lsa, o'sha el qatoridagi narxga to'g'ri keladi. Bu joyda aksida turgan darvozalarimiz yana 4 metrli, balandligi 3,5 metrli shtampovkalisli darvozamiz bor, nerjavikalargacha qo'yilgan. Kvadratini zakazga yasaydigan bo'lsak, 650 ming so'm yasaymiz. Hozir sizlar razmerlangan mabodo tushib qolsa, kvadratini 550 ming so'mdan vaziyat bo'yicha dastavka ustanovkalari bilan beraveramiz. Mana busi ham aksiyada turibdi. Eni 3,40, balandligi 3,5, listlarimiz 1.8 lik, chiroyli holatda chiqqan. Materiallariga javob, xudo xolasa. Aksiya narxida sizlarga kvadratini 700 ming, 750 ming so'm qilib beraveramiz. Yangi yasaladigan bo'lsa, kvadrati 850 ming, 900 ming so'm bo'ladi. Bunisi 2 qavatli darvozamiz, mana shunday holatda ko'rinishi, mana ko'rishlaring mumkin. Aksiya narxda qilib beramiz buni ham. Eni 3 metr, balandligi 3 metr, yonidagilari alohida darvozaxonadan tashqari bo'ladi. Razmerlangan tushsa kvadratini 800 ming so'm berib yuboramiz. O'zingiz yangi yasasak 1 million 200, 1 million 300 ming so'm bo'ladi. O'zimizni mana shu joyda ishlab chiqaradigan seximizdan sizlarga video tayyorlayapmiz. Endi bunisiga keladigan bo'lsak, razmeri eni 3 metr, balandligi 3,40, juda xaridorga high-tech fasondagi darvoza hisoblanadi. Hozir rosa ko'p qilinyapti bu darvozamizdan. Ichkarilarda ham hozir shu darvozamizdan tayyorlanib turganlar bor, ulardan ko'rsatib boramiz. Stoykalarimiz 8x8 2 lik, profillar polni 1.7 lik, listlarimiz 1.8 2 lik bo'ladi. Nerjavikalar qo'yilgan. Mana shunday variantda bo'ladigan bo'lsa, kvadratini 1 million 200 ming so'm, 1 million 300 ming so'm katta kichikligiga qarab tayyorlab berilaveradi. 900 ming 1 million so'mgacha tayyorlasa bo'ladi. 900 ming 1 million so'mga ham xuddi ko'rinishini shunaqa qilib, faqat materiallarcha yuqoriroq bo'ladi. Men o'tib o'tgandek hamma narsasi qalin, baquvvat zamoglari ham o'sha original zamoglardan qo'yiladigan bo'lsa, kvadrat 1 million 200 ming, 1 million 300 ming so'm chiqadi. Mana shu holati 1 million 200 ming so'mlik varianti. Razmeri eni 3 metr, balandligi 3,40 razmerga tushadi. O'zlarining kvadratini 1 million 200 ming so'm ko'paytirsalaring puli chiqaveradi. Agar sizlarga razmeri tushib qolsa, sizlarga aksiya narxda arzonroq beramiz. Bu darvozamiz eni 3,30, balandligi 3,40, listlari 1.8 lik bir qavatli darvozamiz, nerjavikalargacha qo'yilgan bo'ladi. Kvadratini zakazga yasasak 1 million 100 ming so'm yasaymiz. Polni qalin bo'lsa, yuqoriroq materiallardan bo'lsa 900 ming so'mga ham to'g'ri kelaveradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Yonidagisi o'sha skromniy variantdagi hozir juda ko'pchilik bu darvozani o'zi ko'rib ulgurgan, juda ideal holatda chiqyapti. 2 qavat 1.8 listdan bo'lgan, korobkalari polni shiviller bo'lgan. Zakazga yasasak 1 million 200 ming so'm, 1 million 300 ming, 1 million 100 ming so'mga ham tayyorlasa bo'ladi. Agar sizlar razmerlangan shu darvozamiz razmeri tushib qoladigan bo'lsa, kvadratini 900 ming so'mdan berib yuboramiz. Yangi yasasak 1 million 200 ming so'm tayyorlanadi. Polni qalin materiallardagisini aytyapman. Men vodiy bo'yicha dastavka ustanovkalari bilan Toshkentga ham deylik, mayli undan tashqari joylarga dastavkalariga pul qo'shilib qoladi. Yonidagisi razmeri eni 3 metr, balandligi ham 3 metr. Eni 3 metr emas ekan, uzr adashib, eni 3,20, balandligi 3 metrli holatdagi darvozamiz. Buni ham xaridori juda ko'p, polni shivillerlardan bo'lgan korobkalari. Zakazga kvadratini 1 million 100 ming so'mdan tayyorlab beraveramiz. Bu darvozamiz 4 million 5 million so'mga berib yuboramiz. Razmeri 3,5 5 million so'm ekan, kvadrati 400 ming so'mdan to'g'ri keladi. Eni 3,5, balandligi ham 3,5. Yonidagisi eni 4,15, balandligi 3,55 joyga tushadigan bir qavatli 1.8 listli darvozamiz. Aksiya narxda kvadratini 700 ming so'mdan berib yuboramiz. Yangi yasasak 1 million so'm yasaladi. Endi bunisi eni 4,10, balandligi 3,5, buni ham shtampovka listli darvozamiz. Kvadratini yangi yasasak 650 ming so'm, polni qalinlarini yasaymiz. Agar o'zlaringga shu razmer tushib qoladigan bo'lsa 550 ming so'mdan berib yuboramiz. Mana busi ham 3,5 ga 3,5 razmerdagisi, kvadratini yangi yasasak 650 ming so'm yasaladi. Undan tashqari so'rlarimiz bor bu joyda mana.
So'rlarimiz razmeri 3 metrga 4 metrli chiroyli holatdagi so'rimiz polni full qalin materiallardan yig'ishtiriladi, g'ildiraklarigacha bor. Taxtalari bilan Vodiy va Toshkent bo'yicha dastavkalari ham ichida 8,5 million so'm qilib beraveramiz. Endi taxtalari ham shponkalar bir-biriga kiradigan taxta bo'ladi. 3,5 razmerdagi so'rimiz high-tech variant 6 million 300 ming so'm, bunisi ham 6 million 300 ming so'm, 2,5 ga 3. Bunisi 5,5 million so'm, 2,5 ga 3 razmerdagisi. Lagalari to'rttalik, har bittasida oyog'i bor. G'ildiraklari ham original 90 gradusga aylanadigan variantlarda qilingan. Eshiklarni ham tayyorlab beraveramiz shunaqangi razmerda bo'ladigan bo'lsa. Endi sizlarga bir qator ichkarilar ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu joyda mana bu so'rimiz mana Toshkentga chiqib ketyapti. 3 metrga 4 metrli 8,5 million so'mga tayyorlab berdik. Juda chiroyli vaqot holatda chiqyapti. Bu joyda yana zakazga chiqib ketyapti turgan so'rilarimiz mana Toshkentniki. Bu darvozamiz Toshkentga bu ham. Xudo xolasa bugun mashinamiz kelsa yuklanadi. Polni qalin materiallardan bo'lgan o'ta baquvvat, chiroyli, skromniy holatda chiqdi. Razmeri yana 4 metr, bo'yi 275 bo'lgan. Polni full materiallardan tayyorlab berdik. Bu so'rimiz ham yangilik, xudo xolasa. Qaranglar, bunisi qanaqa chiroyli chiqqan. Travertin qilingan uylarga cho'tka o'tiradi. 2,5 ga 3 5,5 million, bunisi ham 5,5 million. Mana busi ham 5,5 million. Bu darvozamiz Sirdaryo viloyatiga chiqib ketyapti. Mana bu joyda turgan darvozamiz Qo'qonga, bunisi bo'ladigan bo'lsa Farg'ona viloyati Beshariq tumaniga chiqib ketyapti. Ana bu joyda bitta so'rimiz bor, unisi Qashqadaryoga. Mana bu joyda yana bitta darvozamiz tayyor bo'lgan, bu ham Qashqadaryoning darvozasi, xudo xolasa. So'rlarimiz Toshkentga zakazga tayyorlab berdik. 3 metrga 4 metr, o'sha 8,5 million so'm dastavkasi alohida bo'lgan. Xo'p, mana busi 2,5 ga 3 razmerdagisi 5,5 million so'm. So'rlarimizda yangiliklar ko'p, xudo xolasa. Qo'sharka darvozamiz Qo'qonga 8 listdan chiroyli holatda chiqib turgan darvozamiz. Kvadratini 9 ming so'mdan tayyorlab berdik. Polni qalin. Mana bu birinchida ko'rsatgan high-tech darvozalarimning orqa ko'rinishi. Bu ham o'sha Qatqaga chiqib ketyapti. Bunisi adashmasam Andijon viloyatiga chiqib ketyapti turgan darvozalarimiz. Xullas, kimga shunaqangi darvozalar, so'rilar, undan tashqari naveslar xizmatlari ham kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraveramiz. Pastdagi raqamlarga va ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Katta Qo'shtepa degan joydan bo'lyapti. Qo'qon-Bag'dod yo'nalishida joylashgan. Men sizlarga hozir mana yo'lni ham qator tushuntirib o'taman. Bu taraf mana Qo'qondan kelish, bu taraf Bag'dodga ketish. Qo'qon Bag'dod yo'nalishida Katta Qo'shtepa degan joyda joylashgan. Qo'qondan kelganlarida katta yo'l bo'yida mana tepaga Ixlos gati deb katta qilib yozilgan mana joyga to'xtasalar, mana darvozalar, so'rlar hammasidan bor. Chiroyli holatda qilib yetkazib beraveramiz, murojaat qilaverasizlar.